Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdullah xəbərlər proqramını görüyorsunuz. Programımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida Uyg'urlarga dair berilgan radio xəbərlərimizni əsiltib o'tamiz. Mən Erkin. Mən Gülchehra. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatları olsun. Amerika Prezidenti Donald Trump çarşamba günü düşdən keyin Uyğur fəaliyyətçi Cəvhər İlham qatarlıq 27 vəkilini Ağsaray'a təklif qılıb, ular bilan görüşdü. Uyğur fəaliyyətçi Cəvhər İlham Prezident Trump'a dadisi, yəni siyasi tənqidləri üçün Xitay hökuməti tərəfindən müddətsiz qamaq cəzasına hökm qılınğan İlham Toxtu'nun hem de Uyg'urlarning ahvolini qisqacha tushundirish bilan birga Uyg'urlar diyoridagi g'oyat zo'r tutqun va lagerlar masalasi haqida ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, Cəvhər İlhamning Uyg'ur jamiyati og'ir fojialarga duch kelayotganda Oqsaroyda Amerika prezidenti Donald Trump bilan ko'rishishi Uyg'urlarni to'liq xursand qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi sahibxonligidagi 2019 yillik diniy erkinlikni ilgari surish Ministerlar yig'ini 15 iyul kuni Washington shahrida boshlanib, bir qancha kun davomlashdi. Yig'inda diniy e'tiqodi sababli og'ir bostirishlarga duch kelgan xalqlar qatorida Uyg'urlarning qanday fojialarga duch kelayotganligi Amerika siyosiyonlari, har qaysi diniy zotlar va Uyg'ur vakillari tomonidan yana bir qitim ta'kidlandi. Yig'in jarayonida Amerika Tashqi ishlar ministerligining ministeri Mike Pompeo Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish siyosatlarini qattiq aybladi. Hamda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotganlari biz yashayotgan 21-asrning yuziga tushgan bir dog' deb ko'rsatdi. Uyg'urlar diyoridagi keng ko'lamli bostirish va zo'r tutqun masalasi dunyo axborotidagi muhim temalarning biri bo'layotganda, Amerika siyosiy qatlamidagi bir qism danglik shaxslar Uyg'urlar masalasida o'zlarining haqqoniyatini yoqlaydiganligini bildirmoqda. Amerika Demokratiyani ilgari surish fondining raisi Karl Grishman radiomiz muxbirining ziyoratini qabul qilganda Xitoy hukumatining hokim mutlaqligi va zolimligini keskin tanqidlab, Uyg'urlar og'ir qirg'inchilikka duch kelmoqda deb ko'rsatdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Tenzin Dorji bu vaqt fikr bildirib, Xitoy iman va ruhni vayron qilmaydi deb ko'rsatdi. Hamda Uyg'urlarni umidsizlanmaslikka chaqirdi. Yaqinda Misrdagi Aslam Uyg'ur oshxonasida ishlagan 7 oshpazning yurti Xotanga qaytgandan keyin bir jinoyatchilar guruhi deb qarilib 10 yillikdan 20 yilgacha muddatli qamoqqa hukm qilinganligi ma'lum bo'ldi. Shohidlarning bildirishicha, ular Xitoy soqchilarining og'ir qiyin qistoqlariga bardoshlik bera olmay, o'zlarining Misrga borganligini tirikchilik uchun emas, balki terrorlik faoliyatlari uchun borganmiz deb iqror qilishga majbur bo'lgan. Misrdagi Uyg'urlarni nishon qilgan tutqunda ko'plagan Uyg'ur o'quvchilar qo'lga ilinib, Xitoyga o'tkazib berilgandan keyin iz-deraksiz g'oyib bo'lgan edi. Shu qatorda tutqun qilingan Uyg'ur oshpazlarning qismati shu g'oyib bo'lgan o'quvchilarning taqdirining qanday bo'lganligini vositalik holda ko'rsatib berdi. Qashqar shahridagi danglik korxonachilardan Qodir Rahim va Munavvar Rahimning ayrim-ayrim holda 11 yillik va 15 yillik qamoqqa hukm qilinganligi oshkorlandi. Muxbirimizning ahvol aniqlashi jarayonida hozir Uyg'ur diyoridagi har qaysi joylarda nazarga kelingan kishilarning soni 30 dan oshib ketsa bo'lmaydiganligi, xiloflik qilganlarning og'ir qamoqqa hukm qilinganligi oydinlashdi. Vaziyatdan xabardor kishilar o'lim murosimiga qatnashadigan kishilarning sonining cheklanishini 3-4 yilning oldida yo'lga qo'yilganligini ilgari sursa, ya'ni ba'zilar yaqinqi 2 yildan buyon doiralarning lagerdagi sirliq o'limlarni sirtqa oshkorlamaslik uchun o'lim murosimiga qatnashadigan kishilarning sonini 10-15 gacha oshirib o'tmaslikni ta'kidlab kelmoqda. Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim 16 iyul kuni 2019 yillik diniy erkinlikni ilgari surish ministerlar yig'ini jarayonida Chinchuango yer shari magnitskiy qonunining embargosiga uchirish kerak deb ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha, Trump hukumati yer shari magnitskiy qonunini ishga solib, Xitoy amaldorlarini jazolashni orqaga surib kelmoqda ekan. Analizchilar Trump hukumatining Amerika-Xitoy savdo suhbatini ko'z tutib, Xinjiang masalasida Xitoy amaldorlariga va aloqador Xitoy korxonalariga
embargo qo'yishni keyniga surayotganligini bildirmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu Nancy Pelosi'ning Trump hukumatini ikkinchi qitim Xitoyning Uyg'urlarni bostirish qilmishiga qarshi tadbir qo'llanishiga chaqirish hisoblanadi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.